Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Matizda injektorini uyda tozalashni ko'ramiz. Videoga olish esdan chiqdi, yechib olish jarayonini ola olmadim. Yechib olib qo'ydim mana. Ikkita boltda qotirilgan bo'ladi. Bu tarafi benzindan keladigan bak ishlangichga ulangan bo'ladi. Chiqarib oldim. Ikkitasini tozalab ham qo'ydim. O'g'lim ikkovimiz tozalayapmiz mana. Mana ikkitasini tozalab bo'ldim mana bu yerda. Faqat benzinda tozaladim hali. Karpdan tozalashim kerak. Chiqarib olamiz. Mana bu ikkita rezinkasini almashtiraman birinchi o'rinda. Bu to'lib qolgan. Rezinkasini olamiz. Endi buni benzin va zubnoy shotka bilan yaxshilab tozalab olamiz. Mana tozalab oldik, oqartirib. Bu yerda filtri bo'ladi. Filtrning ko'rinishi mana bunaqa. Buni olish kerak. Buni olishda bizga samarez kerak bo'ladi. Samarez bilan qotirib sug'urib olish kerak. Mana sug'urib oldik. Mana biz yordamchi. Hamma soat qarab qo'y. Zo'r deb qo'y. Mana biz bu o'yinchoqdan olib kelib bu yoqqa. Endi bu injektorlarni karp bilan tozalab olsak bo'ladi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bir o'zim ishlayapman, videoga olishga odam yo'q. Video sifati yomon chiqishi mumkin. Ko'zga ehtiyot bo'lish kerak. Ko'zni og'ritadi bu kirib ketsa. Hozir mana yuzak tozalayapmiz. O'yinchoqlarni solmoq olamiz. Oldim bitta qo'shimcha bu bilan akkumulyatorga ulab tekshirib ko'ramiz. Stikerni ulab oldik. Endi buni akkumulyatorga ulaymiz va karp bilan davleniy beramiz. Xo'p, mana akkumulyator. Ulaganimizda klapini ochib yopish kerak, ovoz chiqishi kerak. Ishlayapti. Demak, ishlayapti bu. Hozir bunga davleniy berish uchun shpritsdan foydalanamiz. Shpritsni kesib, ozgina olovga isitib, yumshatib, mana bu yerga moslashtirib kirgizamiz. Kattartiramiz teshigini. Va uchidan ham ozroq kesib tashlab, bu karpni trubkasi sig'adigan joy ochamiz. Mana tayyorlab oldik. Endi buni akkumulyatordan ham yaqinroq bo'lsin deb tushirib oldim. Bir tarafiga stiker ulab. Ikkinchisini ulanmagan qismiga tekkizamiz. Mana shu tarzda tozalaymiz. Kontaktni beramiz, yo'qdan karpni bosamiz.
Mana tepetdi. Sepishi yomon emas. Hammasini tozalab oldik. Endi filtrlarni joyiga qo'yamiz. Bu ham osson kirmaydi joyiga. Rezinkalarni ham qo'yaveramiz. Buni joyiga o'rnatsak bo'ladi. Mana bu trubkani ham tozalab olish kerak. Bu ham ancha kir yig'ib qolibdi o'ziga.